Hey yo'g'amaga salom, sizlar bilan Diyor. Alo va bugungi videomizga xush kelibsizlar. Xullas bugun biz Darknetdan qanaqadir maxluq chaqiramiz. Bilasizlar, mana Minecraftdagi nima desam ekan, Darknet saytida yo'q, nima desam ekan, qarqil goblin boshqa narsa emas, omonxona videolardan boshqacharoq maxluqlar. Xo'sh, tanlashim kerak. Hozir kompyuterni yoqib olay. Ana. Xo'sh, menimcha, mana bu Huggy. Bilasizlar, men Huggyni juda ham yaxshi ko'raman va uni ko'rishni istardim. Huggyni chaqirdim. Menimcha, mana Huggyni chaqirdim. Menimcha tez orada kelib qolsa kerak. Ungacha bir oz aylanib tursak bo'ladi. Menda ajoyib bo'lgan kamera va qilich bor. Xo'p, bu yerda kravatlar bu dacha bir kishilik emas, shuning uchun ham e'tibor bermaysizlar ko'p yotoqxona bo'lsa. Lekin men bu dachani bir o'zim sotib oldim. Sotib olmadim, ijaraga berib turishdi. Okey. Xo'p, mana bu tarafda menda yotoqxona bor, yotoqxonaning yonida banyasi bor. Okey. Tak, bizda 3 qavatli dacha, xullas shunga o'xshash narsalar. Stop, menimcha Xudoyim Huggy keldi. Chunki voy. Stop. Nima? Xudoyim, bu rostagimga Huggy. Xo'sh, balki u menga tegmasa, unchalik yozilganda qanday qo'rqinchli va vahshiy emasdir, a? Balki do'ston, Xudoyim, bu yer ochiq aytgancha orqadan aylanib kelmasmikan? Xo'sh, eshikni ochib ko'rsamkan, mashinadan ham ko'rsam bo'ladi. Salom. Huggy, salom. Sen bilan Xudo, menimcha uning ko'zlari tepaga tiqilib qolgan. Aynan shuning uchun ham hozir u meni ko'rmayapti. Demak, oldiga yaqinroq borsam, Xudoyim, qo'rqinchligini. Xudoyim, ursam hech narsa qilmasmikan? Qani? Menga Xudoyim. Xudoyim, meni uloqtirib yubordimi, jin ursin. Xudoyim, endi u qayerga ketdi? Muhimi u ichkariga. Xudoyim, mana yo'q. Muhimi u ichkariga kirib olmasa bo'ldi. Xudoyim, olgan dachani qaranglar. Xudoyim, uni teshik ish qilib tirik qolsam bo'lar men uchun. Boshqasiga Xudoyim tupurganim bor. Voy do'stlar, hozirroq kanalga obuna va like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunaqa qiziqarli kontentlar uchun. Xudoyim, qayerdadir yashirinib o'tirib olay desam, yashirinishga joyim yo'q. Xudoyim. Hop. Nima qilsam ekan? Juda ham qo'rqyapman, lekin baribir nimadir qilish kerak-ku. Bunaqangi bo'sh o'tirish bo'lmaydi. Xo'sh, kamerani bu yoqqa bir qo'yib ko'raychi. Hozir mana shu yerdan to'xtalab bu yoqqa to'g'irlash kerak ekan. Hop. Mana bunday to'g'irlab, mana bunday qo'yib olamiz. Ana bo'ldi, kamerani qo'ydim. Xo'sh, do'stlar, video yoqayotgan bo'lsa like, obuna bosib qo'yinglar. Ikkinchi qism uchun albatta, agar video yoqayotgan bo'lsa like bosasizlar qarashdi. Agar shu videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, aytgancha kommentariyaga alo deb yozib ketish esingizdan chiqmasin. Xo'pmi? Xo'sh, endi men bu yerda nimadir qilishim kerak. Masalan, aytgan pastdan qanaqa ovoz eshitilyapti? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nahotki Huggy ichkariga kirdi? Bo'lishi mumkin emas. Pastga tushib ko'raychi, pastga. Yo'q, Xudoyim. Yo'q. Ko'rdinglarmi? U ichkarida. Endi nima qilaman? Do'stlar, buni qaranglar. Buni aniq ikkinchi qismi chiqishi kerak. Xudoyim. Ko'rdinglarmi? Xudoyim, bu nimasi? Endi men undan qanday qutulaman? Yaxshiyamki shunaqangi chetlar bor. Bo'lsa pastga zinadan tushganimda meni yana tutib olgan bo'lardi.
Va bu yaxshilik bilan tugamasligini yaxshi bilaman. Okey. Balki mana shu taraflarda kirish yo'li bordir a? O, bor ekan. Qani? Yo'q. Menda ideya bor. Men axir parkurist bo'lganman. Menimcha men undan qochib keta olaman. 1 2 3. Hop, hop, hop. Ana. Hop. Xo'sh. Yo'q, orqamdan kelyapti. Yo'q. Dachadan chiqib ketib qolishim kerak shunda. Dachadan tezroq chiqib ketsam, yugur. Dachadan qanchalik tezroq chiqib ketsam, menga shunchalik ko'proq yuguryapti. Yo'q. Ay, boshim, qayerdaman? Yo'q, xudoyim. Aytgancha men Hagivagini chaqirgandimmi? Do'stlar, u qayerga ketdi? Men o'ldim deb o'ylagandim, to'g'risini aytsam. Bu yerda yo'q. Hammalarni tekshirib chiqish kerak. Hagivagi bu joyga berkin olgan bo'lishi mumkin. Qayerda bo'lishi mumkin? Endi qayerda? Yo'q, xudoyim, pastda yo'q. Mashinadan tushib qo'yaveraman. Chunki xavfsizroq zinada bo'lishi mumkin-da u. Plus, hop, bu yerda ham yo'q, lekin kompyuterlar qayerga qo'yib bo'ldi? Tushunmadim. Mayli. Hop. Bu yerlarda ham yo'q, Balki zinada yo'q, zinada ham. Pastda qayerda bo'lishi mumkin? Bu tarafga bormagan, bu tarafga sig'maydi. Balki tashqariga chiqib ketdimikan? Balki tashqaridadir rostdan. Balki sandiq bu yerdan nima qilyapti? Yo'q, xudoyim. Qani? Yo'q, nima? Bu nima? Bu ikkalasi mayli, mana bu nima? Quloq sol, sen endi o'yindasan? Yo, what the fuck? Qanaqa o'yindaman? Chin ursin. Sen endi o'yindasan. Nima degani bu endi? Xudoyim, do'stlar, hozirroq kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Shunaqa qiziqarli kontent uchun. Xo'sh. Bu nima degani? Bu sandiqdagi nima o'zi? Hop. Ko'k qo'llar va qizil qo'llar. Qizil qo'ldagi mana bu va bularni qanday ishlatadi o'zi? Hop. Yo'q. Bu nima? Yo'q, xudoyim, tushunmadim umuman. Balki mana bu tugmani bor, mana shu yerda bossak ishlatgan. Stop. Yo'q, xudoyim. Albatta ikkinchi qismni xohlasanglar videoga 20 ta like yig'ib berasizlar degan umiddaman. Xo'p. Demak, men endi o'yindaman. Yaxshi. Ikkinchi qismni olsa like bosib, obuna bo'linglar. Hammaga xayr.